Assalomu alaykum Siluet akademiyasi kanalini kuzatuvchilari. Bugungi podkastimiz mavzusi juda ham qiziq. Chunki bilaman oralaringizda asli kasbi yoki diplom boshqa sohada bo'lib tikuvchilikni shunaqa sevib, hobbi sifatida rivojlantirib, bizda o'qib yoki boshqa joylarda o'qib yurgan ayollarimiz juda ham ko'p. Shular jumlasidan o'zim ham xuddi shunday bo'lganman. Asli kasbim shifokor, hozirda esa umuman boshqa sohada faoliyat yurityapman. Mana shu ayollarimizni juda ko'p qiynagan savollar bor. Ana shu savollarga javob olish uchun men Xorazmdan bizani muqaddasimizni chaqirdim. Madaminova Muqaddas bizani 6-patok klubda o'qidingiz, siz? Klub 2025-yil klubda o'qidingiz. 6-patokda o'qidingiz. Tikish texnologiyasida o'qib, hozirda asli kasbingiz umuman muzeyda ishlaganlar, 6 yil muzeyda ekskursovod bo'lib ishlaganlar va hozirda mana shu hunarni o'zlarini kasbi darajasiga chiqarib oldilar. Bugun siz haqingizda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Madaminova Muqaddas, Xorazm viloyati Xiva shahridanman. Oilaliman, bir nafar farzandim bor. 6 yil davomida davlat tashkilotida muzey sohasida ish faoliyatimni olib bordim. 6-patokda o'qiganimdan keyin 2024-yil hayotimda tub burilish bo'ldi. Chunki o'sha 6-patok bitiruviga kelgan paytim men yo'q, davlat ishida ishlamayman, oylikka qaramayman. O'zimni ishimni o'zim yo'lga qo'yaman degan maqsad bilan yonib ketganman. Borib ishdan bo'shab, umuman boshqa yo'nalishga burilib tikuvchilikka shundoq qanaqa kirib ketganimni bilmay qo'yganman. Endi sizga bitta savol. Bizani o'qishimiz haqida, demak siz shu paytgacha qiziqib yurgansiz tikuvchilikka, to'g'rimi? Tikuvchilikka, to'g'risi tikuvchilikka kelgunimcha ancha sohada nima qildimda. O'zim 6 yil mobaynida muzeyda ishlaganim bilan orada o'sha 3-4 yil parfumeriya savdosi bilan shug'ullandim. Qiziqish hobbi bo'ldi. To'qishni o'rgandim, to'qidim. Ekskursiyaga chiqishga nima qildim, unga ham qiziqib qolib, ko'p yo'nalish, ya'ni do'konda ishladim, mehmonxonada ishladim. O'zingizni qidirgansiz. Shoshma, tikuvchilikka shogird bo'lgandim bir paytlar dedim. Endi turmushga chiqishimdan oldin shogird bo'lganman. Mukammal o'rganmagan bu narsani. Shogird bo'lgandim, tikuvchilikka bir qilib ko'ray shuni ham dedimda. Endi bitta mashina sotib olib tikuvchiman deb o'yladim. Bir qilib ko'ray shuni ham, tikuvchilikni. Bitta mashina sotib olsam, mashinam borda, zo'r tikuvchiman. O'sha borib joy arendaga olib, o'sha bitta mashina bilan ateliye ochgan. Voy, bankrot bo'lasan, unaqa ish boshlanmaydi deydi odamlar. Yo'q, mashinam bor, men borganman u tikuvchilikka, o'rganganman, bilaman deb ateliye ochganman. Ateliye ochgansiz. Xo'sh, keyin 2-3 oy mobaynida u yerda ishlaganman, ish bo'lgan, baribir bilimsizlik. Lekin bilasizmi, ochdingizmi, klient keladi. Keladi. Baribir bo'ldi. Chunki o'zi ham 25-mayga yaqin edi. Bitiruvga o'quvchilar bir sinf qizga ko'ylak olib qo'yganman. Fasoni ham oq ko'ylak edi, organza matosidan. Drapirovkali nima edi? Uni andazasiz endi chiqargunimcha bo'larim bo'lgan. Lekin chiqargansiz, lekin tavba qilib. Lekin shu payti ham agar o'qi desa kimdir, jinnimisan, shuncha pul sarflab o'qib nima qilaman, o'zim bilaman degan fikr bo'lganman. Juda kuchli bo'lgan o'sha fikrim, bilaman degan fikrim. Qachonki ateliyeni yopdim ateliyeni, uyda o'tirdim, ishimni uyda boshladim. Juda bir kuchli, nima desam, mana boshing uriladigan joy. Nimadir bo'ldiki, siz o'qimasam bo'lmaydi degan qaror keldingiz. O'sha voqea, o'sha sabab aytib bera olasizmi? Endi bu hozirgacha o'zim yaqinlarimga ham aytmaganman. Ustoz, bitta turmush o'rtog'im biladi, bitta men bilaman. Shunaqa bir vaziyat bo'ldiki, nima desam, juda ham ochiqlab o'tmay, shunaqa vaziyat bo'ldi. Dedim, nimaga o'rganmasligim kerak?
Oldimdan chiqib qoldi bitta videoyingizda. Yana menga motivatsiya bo'lgan joyi, biza dedingiz, ayollarni avratini yopishdik savobli kasb bilan shug'ullanamiz. Ayollarni avratini yopishdik savobli ish bilan shug'ullanamiz deganingizda, mana уже menga pul kerakligi bir tarafga, bilimsizligim bir tarafga, ishimdagi hammasi bir taraf bo'lib ketganda o'sha narsa shunda lampochka yoqib qo'yganda, o deganman. Shunda o'zingiz ham xuddiki menga qarab, men bilan gaplashayotgandek his qilganman shu paytida. Shunda o'sha o'qiymanman deb chiqsam, uydagilar ham xo'sh o'qiysan mayli, qanaqa ekan, qayerda ekan, onlayn ekan, Toshkentning gruppasi ekan, mana shunaqa ekan. Keyin voy qayerdan bilasan bu senga rezultat beradimi, bermaydimi? Yo'q, beradi rezultat, men bilaman uni. deb yonib o'sha payt 6-potokka to'lov qilib, o'qib, Молодец. bitiruvda kelib, shu davom ettirishga qaror qilib ketganman. Davom ettirishga va bilasizmi, yo'l oson bo'lgani yo'q. Yo'l, ilm yo'li oson bo'lmaydi. Sizni birdaniga qanaqadir har kelganda ustoz bo'lmayapti, hali bo'ladi deysiz. Yo'lni ko'rmayapman. Даже Xorazmda hatto bilimsiz bo'lib turib men zakaz tikkanman. Endi yo'lga chiqib qo'ydim, o'qidim, bilaman, andazani ozmi ko'pmi o'rgandim. Kelib yana ish boshlayman desam zakaz yo'q-da. Ustoz dedim. Zakaz yo'q, ishlolmayapman, yo'nalishimni topmayapman. Shoshmang, bo'ladi. Birdan bo'lmaydi. Har gal shunaqa deganingizda, ha mayli, bo'lib qoladi. Bo'ladi. bo'ladi bu. Oxiri keyin xudo nimada 6-potokda birga o'qigan kursdoshimiz ish taklif qildilar. Keling, mana shunday ish qilamiz, birga ishlaymiz deb ular ishlab chiqarish qiladi. Asos andaza ishlab, bichiq qilishga taklif qildi. Keyin bo'ldi-da ustoz. O'zi bildingiz-a, siz nima uchun? Nima uchun endi hozir bu yoqda zakazim bo'lmay qolganiga ham hozir afsuslandim. Agar shu paytda zakaz bo'lib ketsa, men zakaz bilan bo'lib ketgan bo'lardim-da. Ish bilan. O'sha zakaz bo'lmay qolgani ham xayr bo'lgan. Xayr, hammasida bir xayr bor-da va o'sha yerda eng birinchi ishlab topgan pulingiz bu juda boshqa emotsiya ustoz hali mashtumda pullab, chunki o'sha davlat tashkilotida ishlab turib ham oyligim 1 millionga yetmaganda. 1 millionga yetmagan oyligim orasida shuning uchun ham ko'p ish bilan shug'ullanishimga to'g'ri kelgan. Unga qiziqib ko'rganman, nima ish qilayki, daromadim ko'tarilsin deganman. Keyin endi birinchi bichiqimni qildim, 15 kunlik pulim. 15 kunlik pulim edi shekilli. Qo'limga shunday pul olib kelib berib, nima qildim? Karima bo'lgan. Noto'g'ri hisoblab qo'ymadingizmi bola desam. Kammi deyapti ular ham hayronda. Yo'q, kam emas, shunchaki bu pul ko'p. Chunki o'sha oyligi 1 millionga yetmaganda. Endi bo'shab kelib, men ishdan bo'shab bu narsani yo'lga qo'yib olgunimcha aytganingizdek birdan bo'lmadi. Birdan bo'lmaydi. Ilm yo'li shunga qizlar shoshib qolmanglar-da. Juda ko'pchilik shoshib qoladi-da. Xuddi tikuvchilik волшебный palochkaki, asosan andazani o'rganganingizdan sizga shunday klientlar talab etib tushib birdan $1000, $2000. Yo'q, ilm biza boshqa niyatda yo'lga chiqamiz. Bu shunaqa chiroyli, xayrli tarzda beradi. Faqat o'tib olish kerak. Ya'ni tayyormisiz, yo'qmi bu sinovlar bilan-da. Shuni ustoz asosni o'zini o'rganishim uchun ham hatto mana shu oddiy ko'krak yechishkasini bilib olishim uchun 1 yil ketdi. 1 yil. Chunki shu darajada menga yetib kelish qiyin. Siz chunki bilaman derdingiz-da. Bilaman degan odam qabul qilishi qiyin bo'ladi. Qayerda ish boshlaydigan bo'lsam boraman-da. Men o'zi bilaman, men tikuvchiman, 10 yillik tikuvchiman, falonman, tugunman deymanda, keyin boraman, ishning ichiga kiraman. Yo'q, keyin boraman, yana ishni keyin oxiri nimaga bordim? O'zbegim filialiga borgan paytim Marg'uba opam, men Shohida opam yoniga yubordim. Bilmayman hech nimani deb bordim-da.
bilmayman hech nimani. Shohida opa o'zinglar o'rgatasizlar yo'l. Yo'q, shu bilmayman deb borganimdan iziga tushib ketdi. Iziga tushib ketdi. Iziga keyin tushunishim ham osonlashib, keyin bo'lib ketdi-da hammasi. Hozirda Xorazmdamisizlar? Yo'q, Toshkentda. Toshkentdasiz. O'zi ana o'sha paytga kelganmiz. 6-potokda kelib, bitiruvni o'tkazib, sirasi ketib qaytib kelganmiz oilaviy. Oilaviy. Ya'ni bu hunarni o'rganganingiz, qarang, butun oilani yo'lini ham o'zgartirib yuboribdi. Shuning uchun ana aytaman, katta burilish bo'ldi men uchun deganim shuning uchun. O'zi umuman xo'jayinimni ham, meni ham Toshkentga birinchi marta kelishimiz bo'lgan ustoz. O'shanda. Srazu qaror qabul qilgansizlar. Qaraymiz bir-birimizga nima qilamiz, qolamizmi? Unda siz joylashib turing, men borib ishdan bo'shab kelaman deganman. 6-potok bitiruvga birga kelgansizlar. Inshaalloh. Ketib, shunday ishdan bo'shab kelganman. Hali ishimni tayini yo'q, lekin ishonch bilan o'sha ishonch bo'lgan. Bo'lib ketadi degan narsa bo'lgan. Bo'lib ketadi degan. Inshaalloh. Bu-chi kasbni o'zgartirish, hozir men aytib beryapsiz, bu xuddi qorong'i, hech narsani bilmaydigan joyga kirishga o'xshaydi-da, baribir. Lekin mana shu bilimga ishonib, tavakkal qilib, harakat qilishi natijasini mana sizda ko'rib turibmiz va bilib aytib qo'yaman, bu hali boshlanish. Inshaalloh. Bu hali boshlanishi, hali shunaqa bo'ladi. 2026-potok tugatgandan keyin Toshkentga keldik dedingiz va birdaniga masalan kvartirada turibsiz va siz birdaniga tikish texnologiyasiga to'lov qildingiz va 25-yil klubga yozilgansizda va klubda oylik to'lovi bor. Qanaqa bo'lgan? Lekin mana shu to'lolmayman deyish, masalan, men qilolmayman deyish bu-chi eng yuzaki bahona deb o'ylayman-da. Bu prosta dangasaligimizni yo'q deyish, moddiy tomondan imkonim yo'q deyish, odam harakat qilsa-chi, hamma narsa qilsa bo'ladi. Shu haqida ozgina fikringizni, sizda qanaqa bo'lgan mana shu narsa? Endi ustoz 6-potokda borib ishdan bo'shab qaytib ketib, Toshkentga endi yangi kelib joylashishimizda ancha qiyinchilik bo'ldi-da. Keldik, tikish texnologiyalariga o'qish boshlanib ketdi. Birinchi oyni to'lov qilganman. Endi o'qishga amallab to'lov qilganman, lekin даже nina bilan ip olishga pulim bo'lmagan. Kvartirada turibmiz, xo'jayinim bilan qizimni maktabga joylashimiz kerak, chunki o'zi maktabga yaqin payt kelib qo'yganmiz. O'zi maktabga joylash ham qiyin bo'lar ekan. Keyin nina bilan ip topa olmayman-da, darsdan topshirib olmayapman. Nilufar ustoz aytadi, muqaddas dars topshiring. Ustoz, mayli, do'konga chiqolmayapman, bu orada do'kon yo'q ekan. Endi bilmayman, birdan bir chekka joyga kelib qo'ygandek bo'lganman. Keyin 6-potokdagi bitta kursdoshimga telefon qilib, iltimos menga kusub bering, dars tayyorlay olmayapman. Metroga chiqib, Chorsuvga kelasiz deb yo'l tushuntirdilar. Chiqib ketib metroga chiqdim, bordim Chorsuvga borib aytgan joylariga bordim. Bir paket kusub olib chiqdilar. Shu bir paket kusub ham hozir o'ylayman-da, shu narsa ham shu darajada qadrli narsa bo'lgan men uchun. Shunda bir paket kusubni ko'rib, ko'zim yonyapti. Voyna buncha ko'p narsa olib chiqibsiz, rahmat deb xursand bo'ldim. Qaytdim, endi darslarni sekin-sekin topshirdim. Keyingi oyga to'lovimizga vaqt kelib qoldi. Aytdim, yo'q, o'qimayman, o'qolmasganman. Tavba qildim. Keyin Nilufar ustoz aytdilar, muqaddas, shuncha yo'lni siz tashlab orqangizga qaytib ketish uchun bosib kelmadingiz. Deb to'lovimni to'lab berdilar. Alloh rozi bo'lsin. Shu yergacha kelishimga sababchi bo'lib, Mashalloh. tikish texnologiyalarini shunaqa qilib bitkazib oldim. Akademiyani o'zi umuman har taraflama ustoz. Mana shu klubda o'qish davomida ham ko'p bo'ldi-da unaqa vaziyatlar. Shunda yo'q bo'lmaydi deb, yo Xudoyim o'zingga topshirdim, bo'lmayapti deb yiqildim shekilli degan joyimda qanaqa kirib shunda qo'limni ushlab turg'azib qo'yishganni o'zim to'g'risi nima bo'lib qolaman-da. Chunki yon-veringga qarasang bir xil payt o'sha yaqinlaringdan ham kelmaydigan narsani o'zi sani ko'rmagan, sani bilmagan, sani yaqindan bilmaydigan odamlar tarafidan berilishi bu umuman boshqacha narsa. Ta'riflab bera olmayman.
Lekin bu akademiyamizni haqiqiy muhiti, qadriyati, Shunaqa. buni ichiga kirgan odam Sizdagi biladi. samimiyat mana shu atrofingizdagilarga ham nimada Rahmat. hammasida aks ettiradi o'sha. Juda bir sof niyatga bog'liqda hamma narsa. Niyatga. O'sha O'sha to'lov borasida mana to'lov qilishga qiynaladigan o'quvchilarga nima qilamanda, to'lovni o'ylamasdan turib shu bilimni olishim kerak, shu narsa menga kerak, ertaga hayot yo'limda shu narsa meni yo'lim degan paytda o'zi qanaqa qilib to'lovlarini amalga oshirib ketganini bilmayman. Chunki mani xo'jayinim ham o'zi ayol kishini o'qishiga qarshilar. Yoqtirmaydilar ayol kishini o'qishini. Endi meni ham davlat tashkilotiga qaynatam joylab qo'ygan ishga. Xo'jayinim yoqtirmaganlar. O'zi avvali boshidan qarshi bo'lganlar. Keyin qaynonamlar bizada har taraflama mana o'qiyman desangiz cheklov yo'q. O'qiyman, nimadir ish qilaman desangiz cheklov qo'yishmaydi-da, bemalol. Balkim sen ham institutga kirib o'qirsan dedilar. Kerakmiydi bunga institutda o'qish dedilar-da xo'jayinim. Keyin endi tikuvchilikka qiziqyapman dedim. Xorazmni o'zida ham mana offlayn borib o'qiydigan kurslar endi chiqqan paytlar edi, 6-potop biz o'qigan paytimiz. Qatnab o'qimaysan dedilar. Rosa xo'jayinim qatnab o'qimaysan dedilar. Mayli dedimda, keyin shunda o'sha onlaynligi menga juda qulay bo'lib qoldi. Adasi mana onlayn ekan deb endi bitiruv bo'lar ekan, undoq bormaysan bitiruvga. Mayli o'qisam bo'ldi deganman-da, lekin o'zlari olib kelganlar. O'zlari olib kelib, o'zi Qodir xo'jayiningizni fikri qanday o'zgarganmi? To'lovlarimni bir xil payt mana o'zlari nima qilgan payti to'lab berdilar, ko'p to'lovlarimni to'lab berdilar. To'lolmay qolgan paytim Alloh sababchi qilib akademiya tarafidan ko'p qo'llab-quvvatlashlar bo'ldi. Lekin xo'jayinim o'zi hozir ham mana bu yoqqa kelishimda ham hech qanaqa qarshiliksiz o'zi ruxsat berib keldi. Ruxsat berib. Hozirda ham mana bizda klub 2026 da ham juda ko'p shogirdlarimiz, aytishim kerak, buni erlaridan nimagadir yashirib o'qishadi. Yashirib o'qishadi va bilamanki, buni hali ajri bor. Hali sekin-sekin buni mevasi yuzaga chiqqan payti, chunki kecha hali ustoz hozir bichiq qilaman dedim-ku, ertalabgacha endi ertalab bu yoqqa kelishim kerak. Sexga ish chiqarib yuborishim kerak, tikuvchilarga ish kerak. Kechasi bilan uxlamay ish bitishimga to'g'ri keldi. Xo'jayinim keyin bo'lib qolding, charchab ketdim, yig'ishtirsammikan, ishlamasammikan desa, yig'ishtirib tashlash uchun shuncha yo'l bosib keldingmi dedilar. Keyin shuncha mehnat qilganing, seni shuncha 2 yildan buyon tinmasdan ustingda ishlayapsan, shuncha izlayapsan, shuncha mehnating nima bo'ladi? Yo'q, sal chidasang yaxshi bo'lib ketadi deb, hozir o'zlari shundoq yonimda turganlar. Lekin buning uchun ozgina harakat qilib o'sha ishonchni qanaqadir ko'rsatish kerak, ko'rsatib berish kerak. Muqaddasxon, hozir nima maslahat berasiz mana sizni kuzatib turgan tikuvchi ayollarga? Xuddi o'zingizni pozitsiyangizda turibdi-da. Juda ko'pchilikga qo'rquv bor, ishonchsizlik bor. Ana siz o'tib oldingiz, alhamdulillah. Va nima maslahat berasiz ularga? Endi tikuvchilikka kirib kelmoqchi bo'lgan yokida mana shunaqa ikkilanish orasida turgan ayol qizlarimizga, xuddiki menga o'xshagan ayol qizlarimizga shuni maslahat berardimki, hech narsaga qaramasdan niyatni to'g'ri qilib, bilaman degan narsani yig'ishtirib qo'yib, kosasini to'kib, shu yangi bilimlarni olishga tayyor bo'lib, o'rganaman, qilaman, uddalayman deb qadam qo'yishsa oldinga qarab inshaalloh zo'r bo'ladi. Rahmat sizga. Shunaqa bir nafasda bo'ladigan maroqli suhbat bo'ldi va bu ayollarimizga motivatsiya suhbat bo'lishiga ishonaman. Chunki muqaddasi qayerdan chiqib, qanday holatda o'qib bitirganini biz bilamiz edi. Lekin alhamdulillah shunaqa xursand bo'ldim. Mana bu yana aytaman, hali boshlanish. Hali inshaalloh hali aytamanki, har gal ko'rishganda bo'ladi deganingiz keyin yana bo'lmayapti-yu deb turaman. Yo'q, bo'lib qoladi. Birdan bo'ladi. Hali hammasi oldinda, hali zo'r bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.